Assalomu alaykum kanaldagi izləyicilərə. Bu vaxtınızlar xeyirli olsun. Aydın Munbur xoş gəldinizlər. Bugünkü söhbətimizin qiymətli mehmoni bolsa, Muhammed Emin doktor buldu. Muhammed Emin doktor degan vaqtda mening nazarimda shu psixika ilmidagi shundaq murakkab atalg'ularni shundaq ravon bir uyg'urish tili bilan bizga nihoyat manfaatli qilib yetkazib borayotgan bir ilmiy akademik akımız hisoblanadi. Şəxsən mən daim qiziqib onunki yazmalarını oxuyman şundaqla. Həminin mühimi o tərcümə qılğan o psixiklik o maqalalar şunchalik ravon, şunchalik tushunish ki, mən bunu tavsiya qilmar vaqt. Məmtin efendim xoş gəldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Qadrli dostlar, bugün biz tilimizden çürümey kelyapatkan ama üstüde bekmi bir çoğunqur oyulup ketmegen bir uqum, yani psixikalik bir normallık degan bir uqum üstüde to'xtalamiz. Yani bir narsaning buzilganligini bilish uchun avval uniki normal holatning nima ekanligini bilishimiz kerak deb o'ylayman. Ma'lumki dunyo o'zaro bu qarama-qarshi qutblarning birligi va kurishi ustiga qurilgan bir sirliq makon. Dal mushu so'zni men mushu Mamtimin efendimlik yazmasidan oldim. Biraz bunu men tushundirsam hamda. Keçinin sükuti kunduzningki g'avosi bilan, qishninki zulmati, atiyozning hayot kuchi bilan, oftobninki harorati, soyiniki salqinlik bilan ma'no topadi. Xuddi koinotdagi har bir yulduz o'zininki tartish va ittirish kuchi orqali olam bo'shlig'ida o'z o'rnini saqlab turganga o'xshash. Biz insonlarning bu ro'y dunyomizmi shu qarama-qarshi tuyg'ularninki to'qinishi va birligini uzuqlini desak bo'ladi. Biz hozir hayotimizda ko'pincha faqat xushal bo'lsak, faqat rohat yashasak deb orzu qilamiz. Lekin azob bo'lmasa, huzurning qadrini kim biladi? Qo'rqinch, vahim bo'lmasa, jasoratning nima qiymati bor? Yig'ilolmagan ko'z kulishning nima ekanligini haqiqiy tasavvur qila olamdi. Aslida shu ro'yimizdagi shu ziddiyat tuyg'ular bizni inson qilib tutib turg'uchi negizlar yoki asoslar deb qarasak bo'ldi. Biz xuddi shu ikki cho'qining o'ttirisiga tortilgan inchki bir og'amchining ustida menayotgan san'atkorlarga o'xshaymiz. Bugun dal shu ro'yaltimiz bir-biriga zid bo'lgan ikki xil tuyg'uningki tamponligi va tamponlikning buzilishi haqida to'xtalib o'tmoqchi. Al bilan Mamtun efendim sizden şu sualdan başlasak, bu normal psixikaning o'lchimi zodi nima? Siz yozgan temalar yoki sizningki bu leksiyalaringizga aytganda bir odamningki psixikasi qaysi holatda bo'lganda normal deb ataldi? Rahmet, bu sual hakikaten bu qaramoqqa oddiy desangiz nayti oddiy, murakkab desangiz nayti murakkab bir sual. Bu oddiy degan vaqtida biz hammamiz deyotgandek voy ma odamning psixikasida chatoq bor ya ma odamning psixikasi normal emas deb nayti tizla yakun chiqarmiz hamda qarab. Bu nuqtadan aytgan vaqtida uni oddiy deb qarashga bo'ladi, ammo nayt afsus amaliyotda har qandaq bir psixika mutaxassisga nisbatan u undaqla oson hukm chiqarg'il bo'ladigan bir oddiy hukm emas. Chunki bu jismoniy kasalliklarda nada og'riq bor, nada o'sma bor yoki so'mak sundi yoki teri zaxm bo'ldi, uni bir narsani jinglab ma 1 kilo narsa ekan, 2 kilo narsa ekan degandagidek o'lchaydigan o'lcham bor u jismoniy kasalliklarga nisbatan, ammo bu ro'y kasalliklarga nisbatan u jismoniy kasallikni o'lchagandagidek undaq aniq bir chegara, aniq bir o'lcham yo'q. Shunlashqa bir odamningki psixika holatiga rasmiy aniq bir diagnoz qo'yishda nayti cho'ng qiyinchiliklar bor. Shunlashqa har qaysi davlatlarningki bu vaqtda tuzgan nayti inchika o'lchamlari bor. Ammo shundaqdimi ba'zi masalan jinoyatlarga chetishlik, ya'ni qonunda agarda ro'y kasal bo'lib qolsa, uningga jinoyat otilmaydiganlik sababidan nurg'un odamlar o'zini shu kasal ko'rsatalaydigan, o'zini saran qilib ko'rsatalaydigan ahvollar bor. Albatta ba'zilarini mutaxassislar diagnoz qo'yib
onunğa iniqlab chiqara oladi, ba'zilarni chiqara olmaydi. Shundimi ko'rilishqa bo'ldiki, bu ro'y sog'lomlik doirasiga keladigan har qanday normallik yo benormallik yo kasalliklar deganiga aniq diagnoz qo'yish ba'zida nihoyatda qiyin. Shu sababdanmi men uni bir javob berish qiyin deb qarab kelayotgan bir masala. Albatta biz uninki negizlik nimalarni yaxshi tushunsak, buni ba'zida farq etishma uncha oson qiyin emas. Misolan, hamda siz obiyatni deb o'tdingiz. Normal deganda hamda biz normal hayotimizda, bizning ro'y kayfiyatimizda asosan har xil o'zgarishlar bo'ladi. Shu ro'y holatga qarama-qarshilik, masalan, yig'lash bilan kulish, xushallik bilan hasarat chekish degandagidek bizniki söyündiğen yerge söyündiğen, açıqlandiğan yerge açıqlandiğan, ranjiydigan yerge ranjiydigan. Bularning hammasi insonlarniki normal ro'y holatidagi bir normallik doirasi. Endi qanday bo'lganda benormal bo'ldi degan vaqtida har qanday shu ro'y kayfiyatniki normal holatidan halqib ketgan vaqtida, masalan, yig'laydigan yerga yig'lamay kulgan vaqtida yoki azroq yig'lab to'xtaydigan yerga soatlab, oylab yig'laydigan misolanchi, bularning hammasi ro'y holatdagi normalsizlikniki boshlanishi. Misolanga ba'zi odamlarningki oilasida o'lamlik bo'lgan vaqtida bir necha oyda bir yaxshi bo'lib ketadi, ammo ba'zi odamlarning yillar o'tgandan keyinmi u yaxshi bo'lolmaydi. Buni ko'pincha odamlar u insonning oilasiga bo'lgan sevgisiniki cho'nqurligi yoki bog'lanishning kuchliligi deb tushunishi mumkin. Afsus, reallikda nurg'un ahvollarda sabab u sababdan emas, balki shu ro'y psixikasida buzilishningki boshlanganligi. Agar bu xil ahvol uzun muddat davom qilsa, balkim tushkunlashish, ya'ni bir rasmiy kasallik, xomushlik kasali darajasiga yetib berishi mumkin. Shunga albatta buning orasida nihoyatda aniq bir chegara bo'lmasimi, ammo bizningki normal burunqi ro'y holatimiz bilan solishtirish orqali o'zimizniki ro'y kayfiyatidagi o'zgarishlar va benormalliklarni farq eta olishimiz mumkin. Men şahsen şu chet elda bir program qilsam yoki boshqa aralashsam yoki bir Uyg'ur boshqa birini yaxshi ko'rmasa yoki o'zining ideyasidan farqli bir ko'z qarashni o'ttirib qo'ysa, odamni psixikasini ig'ir masala ekan demayla kasal ekan deb javob berdi. Darhol diagnoz qo'yib To'g'ri. ko'p anglayman. Shaxsan men ba'zi televizion program qatnashishimda men farqli bir gaplarni qilsam, ostidagi izohatlarga ma doktor kasal ekan deydimdi meni. Shaxsan men To'g'ri. kulib ketdim bunu anlab. Bunu sizin yazdığınızda intayin köp ta'kidlaysiz. Bu kasallik bilen siz binormallik o'tirsiz ki, ro'shan farq bağlığını hazırım deb o'tdingiz yazmalarınızda yoki normal siz parang'ig'am shuni yaxshi ta'kidlab tushuntirib turibsiz. Undaqda shu binormallik bilan yoki kasallik o'tirsida cho'qim farq deb o'ylamaysiz, bu bizga tushuntirib bergan bo'lsangiz. Nihoyat yaxshi so'radingiz. Buningga xeyli yaxshi o'qigan bilimlik ziyolilarimiz bor hamda shu kasbning sirtidagi ziyolilarimizdami bu masalaga bo'lgan tushunchasi toza aniq emas ekan. Men buni mundaq bir misol bilan tushuntirsam yaxshi anglovchilar yaxshi tushunoladi deb qarayman. Misolanga bosh og'rish hamda biz hammamiz ozdir ko'pdir beshimizni o'tkazib boqqan ish bor hamda bosh og'rishchi. Masalanga bosh og'rish degan vaqtida masalan mengida o'sma bo'lsa, menga qon tushsa yoki menga qon tomirlarga qon yetishmasa yoki qon besimi yuqori bo'lsa, masalanchi, yoki biror nervi zaxmlangan bo'lsa, bular hammasi bosh og'riqni keltirib chiqardi. Ammo masalan bir meni o'smisi bosh og'riqni keltirib chiqarganiga qarab, biz bosh og'rig'i odamni meni o'smisi bo'pti deyolmaymiz. Shuning o'xshash ro'y kasalga giribdor bo'lgan insonlarda
shu iliqi yig'laydigan yak yig'lamay kuladigan yak yig'lamaydigan ashdaq iliqi odatlar bo'ladi. Masalan, normal bizning hayotimizdagi nurg'un iliqi kayfiyatdagi buzilishlar shu ro'y kasallarda bo'ladi. Ya'ni ro'y kasallarning shundoq alomatlari bor. Ammo u alomatlar ko'rilgan odamni biz ta'tirsigandirib osh kasalkan deb diagnoz qo'ya olmaymiz. Bu tushunishlik bo'ldimi, bo'lmadimi? Yana qaytilsam, masalanga iliqi Men tushundim. misolanga iliqi yurakka tiqilmasa olgan odamda ko'krak og'riydi hamda. Lekin ko'krakka og'rigan odamning bizning hammasiga sen yurak tiqilmasi bor ekan deb unda diagnoz qo'ya olmaymiz. Endi bunday aytgan vaqtida insonning ro'y kayfiyatida bo'ladigan nurg'un o'zgarishlar shu ro'y kasalliklarda bo'ladigan kasallik alomatlarining bir qismi. Ammo u alomatlar ko'rilgan hamon shu kasal bo'libsan deb diagnoz qo'yilmaydi. Chunki u alomat endi bizningki masalan biz iliqi chaqchaq anglagan vaqtimizda kulimiz misolanga. Hatto bir oilamizda o'lamlik bo'ldi. Baş sağlığı tiligili kelganlar, masalan, uyimiz kelgan vaqtida yig'lab o'zimizningki nimamizni ular bilan o'rtoqlashimiz. Shu o'lamlik sababidan ko'rgan nimalarimizni. Ammo shuning ichida birisi chaqchaq qilgan bo'lsa, biz ixtiyorsiz kulimiz hamda misolanchi. Bu butunlay normallik. Normal bir ahvol. Albatta uni xato tushundiganlar bo'lishi mumkin, ammo bu chunki chaqchaq bizni kuldirdi. Garchi o'lamlik ichida bo'lsakmi chaqchaqni. Ammo bu yerda aksincha olgan vaqtida kuladigan yergami kulanmaydigan, yig'laydigan yer yig'lamaydigan bu benormallik hamdi. Albatta bu xil benormallik bizningki hayotimizda andi-mundi bo'ladi. Bir qitim, ikki qitim bo'lib qolganiga bizga o kasal degan diagnoz qo'ya olmaymiz. Ammo bu izchil davomlashsa, anandan keyin bo'ladi bakmi shu har qaysi davlatlarniki shu psixikalik kasalliklarga o'lcham diagnoz qo'yadigan o'lchamlari bor. Shu o'lchamlarga yetgan vaqtida anandan keyin rasmiy turda bir kasallikkan deb diagnoz qo'ya olamiz. Undan boshqa hamda nimada albatta biz o'zimizningki u odamga bo'lgan ko'z qarashini ifodalash uchun ba'zida osonlar kelsa qalpoq kiydiramiz. Misolanga ko'z qarashimizda sal farq bo'lgan odamlarni yaxshi ko'rmasak, lekin bu Xitoyning adimi, Xitoyning josusi deganga o'xshashlar ishchi bu. Chunki u damallikqa birisi uning mas'uliyatini izlab sotqa arz qildigan ish bo'lmagandan keyin biz hamda shu uni hech qanday bir mas'uliyatsizlik tuyg'usi yo'q holatda osonlar qalpoqni kiydiradigan ahvollar biroz ig'ir hamda. Masalan bizda hozirgi chet eldagi uyg'urlarninki ro'yaltida 90%ni masala bor deymiz misolanchi. Misol. Unda deganlik hamda bu ijtimoiy taratqularda shu to'g'risida nimalar bo'ldi? Unda deganlikni ba'zilar hamda shu 90% odamning hammasida ro'y kasal bor deb tushunilib, uyg'urlarimiz sarangmikan degandek ashdaq munozirlarga diqqatim tushdi. Amaliyotda hamda misolanga uyda masalan yoki uyda yoki do'stlar bilan yoki nimada azroqlar nima ko'nglimizga yoqmaydigan gaplar bo'lib qolsa ochiqlab nima ketamiz. Hozir torlarda bak chiqqanda shu menda bir samimiy tanqid qilishning o'rniga hujum qilib lakinsa shaxsiyatiga tegiblar tillab ketadigan. Mulklarning hammasi benormallik. Ziyoda inkas qaytirish bak ochiqlamaydigan ishlar ochiqlab ketish, qaynab ketishning o'zi shu benormallik. Hamda uni kasallik degili bo'lamdi, bo'lmamdi, u notayin hamda. Uni kasallik deb nim qilish uchun rasmiy shu nimalari shu xil benormal ahvollar hamda uzun muddat davom qilgan, izchil bo'lgan, anandan keyin har qaysi kasalliklarning diagnoz o'lchamiga yetgan bo'lishi kerak. U bunda deb qo'ygan ish bilan bo'ladigan ish emas. Hamda ko'pincha kishilar u rasmiy bir nimasi bor doktor bo'lmaganligi uchun uningga bir alohida birisi shikoyat qilib qonuniy mas'uliyat kelmaganligi uchun bizda hamda ularni qalayimqon ishlatish ahvoli biroz ig'ir hamda. Shu
bir kasallik demaylar, mush bizning ham chet eldan Uyg'urlarga psixikasi binormallik bor deb o'ylaymiz endi. Shaxsan chunki Hmm, hozir deb o'tganingizdek hmm, xushal bo'lishga xushal bo'lmay yoki ochiqlamaydigan ochiqlab ketadigan hmm, yoki rasmiy nafrat qilgan ishlarga nafrat qiladigan sukut qiladigan yoki sukut qiladigan emasda nafratlanmay xuddi hech yuz bermagandek bunda bir turadigan. hmm. Yani tashqi vaqealarga nisbatan bildirishga tegishlik mush tuyg'ularni inkaslarni qaytarmasdan uning dal ta'tirini qildigan yoki faqat qaytarmaydigan bunday ahvollar ko'p ko'ramiz endi. Chunki Doğru. mayli shaxs hayotimiz bo'lmasin yoki sizda o'tgan shu ijtimoiy tarmoqlar bo'lmasin, bu ahvollarni cho'ng uchratamiz. Hatto vatandan kelgan xabarlarga qaratamizki nurg'un odamning inkosini farqli hamda. Chunki Hmm, haqiqatan inson ishini izdigan bir xabarni anlasak sukut qiladigan ahvollarni ko'p uchratamiz hmm. yoki nima deymiz bizdan hech qanday munosabat yo'qdek bir inkoslarni qaytarib qo'yamiz. Mushu Doğru. sizni yozuvlaringizdan hozir tushuntiringiz man binormallik deb bunday bir Doğru. shu qarorga kelsak mushniki sabab turishni siz chuqur izlandingiz deb o'ylayman man. Mushda bir hayot shu bizning chet eldagi muhojiratdagi uyg'urlarninki shu psixikalik holatidagi binormalliklarninki sebeplerini bir neçe türge yani türge ayırsak en asıl sebep sizce kaysidir? Hem de bunu hem de ılık uzun müddetlik tarihten elip kısak hem de bizninki aşı ılık çoğun muhitda hem de biz ösüp yetilgen çoğun muhitda insanlarni kontrol qilish oson bo'lishi uchun nadan qoldirish siyosati bizda ig'ir hamda biz uni bizmi keyin mushu chet ellarga chiqib inson boshqa insonlar erkin dunyodagi insonlar qandoq yashaydi deb shu o'zimizning burunqi ko'tgan hayotimizga silishtirish orqali farqat chiqadi unichu bizda hamda mushu diktator davlatlarda bo'lsin mush nima davlatlarning butun davlatning siyosiy tarbiyasi bir xil bo'ysunish siyosati borchu bo'ysunish masalan bizning an'anaviy nimamizda gap anglagan bola yaxshi bola maktabda o'qituvchisining gapini anglagan o'quvchi yaxshi o'quvchi xizmatda mundaq farqli ko'z qarashlarni o'tirib qo'yib yengillik ijod qilgan emas boshliqninki gapini anglagan yaxshi xizmatchi hamda bu bir xil nodonlik qul qoldirish nimasichu bo'ysunish nimasichu hamda bu meningcha bizningki keyingi hayotimizdagi psixologiyalik ro'yxatimizga eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan omillarning birisi anandan keyin shu sababdan biz demokratik erkin davlatga chiqqandan keyin asli biz erkinlikning nimasini ma'nisini tushunmay bir xil besish cheklash sharoiti cho'ng'alligimiz uchun qapasdan chiqqan uzun muddat qapasda yashab ko'nab qolgan kapta qapasdan chiqqanda qandoq uchishni naga uchishni bilmaganga o'xshash biz erkinlikni suiiste'mol qilyapmizchu so'z erkinligi nimasini bu bizningki shu o'sib yetilgan sharoitimiz muhitimiz bir xil erkin o'zimizningki farqli ko'z qarashni erkin ifoda qilish bo'lmagan bir muhitda cho'ng'alligimiz uchun ma muhitda biz shu qalaymiqan gap qilishni haqga hujum qilishning hammasini bir xil erkinlik demokratiyaning bir qismi deb tushunib olganimiz bo'lishi mumkin deb qarayman bu nihoyatda muhim buni man keyin his qildim masalan shu Stockholm sindrom deydi o'ziga zulm qilg'uvchilarga o'zini qutqazg'uchi bilish ham bu masala bular shu pandemik vaqtida vatandagi uyg'urlar ishida nihoyatda aniq ifoda qildichu hamda masalanki xitoy hukumati insonlarni uylariga so'lab necha oy tomoq bermay nim qilgan vaqtida ko'pincha kishilar uni xitoyning siyosatidan ko'rmay o'zlariningki burun yemakliklarni yaxshi qadrini bilmaganligidan yemekliklarni buzib chochqanligidan nima qilib albatta uni o'ylashmi yomon ish emas hamda yemak ichmakni qadrlash isrof qilmaslik u yaxshi ish emas ammo o'zining beshiga kelgan zulmni siyosatdan ko'rmay o'zining qilmishidan ko'rishning o'zi Stockholm sindromidagi narsalarning bir qismichu hamda bu bizningki
shu kichik vaqtimizni ko'rgan shu tarbiya cho'ng muhitniki cho'ng munosabat bor deb qarayman. Bu bir muhim sabab bo'lsa, anandan keyin ikkinchi muhim sabab hamda har qanday bir inson hamda biz mashina emas, kompyuter emas, hammamizningki hissiyoti bo'lganligimiz uchun ko'nglimiz xush bo'lgan vaqtida uni o'rtoqlashadigan yaqinlarimiz bo'lishi kerak. Anandagi xafa bo'lgan vaqtidami uni qayg'u hasratlarimizni deydiganga bir nimamiz bo'lishi kerakchu, ama yaqin odamlarimiz bo'lishi kerakchu. Hamda burun vatan bilan e, aloqa, izchil aloqa bor vaqtida o'zingiz bilasiz hamda chet eldagi uyg'urlarniki yashayotgan davlat nihoyatda keng tarqalgan anadikin chechilang'i bo'lganligi uchun ko'pincha odamlar hamda ba'zi yurak so'zlarini yurtdagi do'stlarga yurtdagi tuqqanlarga deb hamda o'zini relief ya'ni inglizcha desak o'zini ishini bo'shitib kelayotgan hamda bu har qanday yolg'iz uyg'urda emas har qanday insonning ehtiyoji bor ishchu bu narsa. Anandaki meslenge yoki bo'lmasa mishitlarga berib jamoat bilan ko'rishish yoki bir o'ltirishlarda nim qilish ish qilib ko'ngil yaqin do'stlar bilan tuqqanlar bilan mayli yaxshi taraf bo'lsin nachar taraf bo'lsin xushalliq bo'lsin ko'ngil og'riq bo'lsin buni cho'qim insonlar bilan o'rtoqlashish hojati bor har qanday hissiyotniki. Endi shu 2017 2016 shu lager boshlangandan keyin chet eldagi aloqa uzilgandan keyin nurg'un insonlar o'ziniki chet elda ko'rgan xushalliqi yoki xofaliqlarini oilasidagilar bilan o'rtoqlasholmaydigan yaqin do'stlar bilan o'rtoqlasholmaydigan ish bu uyg'urlarning psixik ro'yolatiga ig'ir ta'sir ko'rsatgan omil deb qarayman. Chunki ko'pinchamiz oilamiz bilan aloqamiz yo'q. Andan keyin aloqasi borlarning ishidami bu yerdagi ko'ngil xushalliqi chet elda ko'rgan ko'ngil xushalliqi yoki ko'ngil xofaliqini uydagilar bilan o'rtoqlasholmaydi-chu jiq odam. Yaxshi turdingmi biz sog' salomat deb shundoqlarki so'zningki aloqaningki nima so'z vaqtimi qisqa mazmunimi nihoyatda cheklik. Bular ko'nglida nihoyatda nurg'un dardlari bor ammo bo'shtanmaydigan ahvol bizningki ko'p insonlarimizningki ro'y holatiga ta'sir ko'rsatgan nihoyatda muhim bir nima deb qarayman. Uning yana bir sababi hamda ko'pincha chet elga chiqadigan uyg'urlar hammasi emas ham ko'p sondagilari shu vatanda uyg'ur jamiyatida ko'zga ko'ringan jamiyatda o'rni bor hech bo'lmasa munosabati bor odamlarmidi pasport ilib chet elga chiqadiganlarning hammasichu. Bu bu xil ahvolmi bir dardga yo'liqqanda bir qiyinchilikqa yo'liqqan vaqtida u odamlarning atrofidagilarga dardini to'kishga cheklab qo'ygan bir ahvol hamda hammasi vatanda o'zi obro'li odamlar bo'lgandan keyin ko'pinchisi bu g'ururiga yotqizolmaychu buni odatdagi atrofidagi odamlarga deyishni xohlamaydi jiqlari yoki bo'lmasa tarqoq yashaganlik tufaylidan yaqin munosabat o'rnatish qiyin bo'lganlik uchun chet elda bunda ish qo'yin tash qo'yin bo'lib degandagidek yaqin o'zining yurak so'zlarini aytolmaydigan do'st tepish ters tushgan uyg'urlar bor. Bu sababdanmi vatandagi uyg'urlar bilan vatandagi urug' tuqqan yaqin do'stlar bilan aloqaning uzilishi chet elda kichik vaqtidan boshlab yaqin o'tgan qadinas do'stlarning kam bo'lishi yoki undaq do'st tutishning ta'sirligi uyg'urlarningki ro'y sog'lomligiga ig'ir ta'sir ko'rsatayotgan bir masala deb qarayman. Menimcha siz aytib muhim bir narsani bu cem yaşasınız iştahat mındak dediniz. Yani bizden meyli her kanda terbiyede meyli aile terbiyesi olmasın vatanda ya ki mektep terbiyesi olsa ya ki biz bildiğin ya cemiyet terbiyesi değil. Bunun da bir iştahatni ya ki gap anlaşını bir xil hürmet dep düşünmemiz hem de. Çünkü terbiyeninki asası da ballarını terbiyeleştirmek gerek. İştahat çokum kichiklar cho'nglar itoat qilish kerak yoki
Hmm. Xizmat o'rnida bir normal xizmatchi boshqaga itoat qilishi kerak. Qancha itoat qilsa, gap anglasa, intizomga bo'ysunsa, shuncha nochadan bo'ladi. Ammo mushu Doğru. jarayonda qandaqdir bu yerdagi insonlar o'rtasidagi munosabat insoniy munosabat ustiga emas, balki kuch ustiga qurildi deb tushuniladi. Doğru. Chunki Doğru. dada bola qarg'andan kuchli yoki er Hmm. ayol qarg'andan kuchli yoki xizmat o'rnida boshliq normal xizmatchi qarg'andan kuchli yoki sirtda bir xita uyg'ur qarg'andan kuchli deyli. Dal shunday munosabatda bu yer tamoman siz o'zingizniki haqiqiy inson tuyg'unuzni ifodalash qiyinlisiz. Chunki bu Doğru. munbar, muhit sizga bir sharoit Doğru. bermaydi. Sen xushal bo'lg'ingiz bo'lsin. Chunki Hmm. xushalliqni qandoqdir siz ishingizdan kelganligi uchun emas, shu kuch munosabati belgilab bergan doiradan chiqib Doğru. bo'lma shu ifodalaysiz. Bu balki oddiydek bilinishi mumkin, ammo haqiqatan bizningki bundaq tarbiyaviy sistemamizdagi jamiyat qurimimiz yoki har qanday deydi. Shu insoniy munosabatdan bakroq ko'proq ijtimoiy martaba, ijtimoiy o'rin, kuchga markazlashib qolgan boshqa bunda bir tik munosabatda yoki piramida shaklli bundaq munosabat qilib ketgan bir jamiyatda insonning mana saf tuyg'ulari yoki insoniy tuyg'ularninki to'liq aks etishi, to'liq namoyon bo'lishi tez deb o'ylayman. Shuni siz Doğru. kasalga chiqqandan keyin buni ifodalashda qiynalyapmiz deb o'ylayman. Chunki андaq bir muhitda mana bir erkin muhitga chiqqan vaqtida albatta nima qilishni bilmay qolish tabiiy ahvol. Doğru. Diginiz ait doğru. Mesela hem de köpünçe insanların nimiz düşünüşte g'arbliklarniki axloq o'lchami tuvan deb qaraldi. Amaliyotda undaq emas. Hamda har qandaq bir jamiyatda tuvan qatlamning, o'tir qatlamning, yuqori qatlamning odamlari bo'ldi. Bizdimi tuvan qatlamning odamlari garchi shundaq bir tarbiyat cho'ng'igan bo'lsaqmi, masalan bizda har xil jamiyatdagi yomon illatlarning hammasi bizning jamiyatimiz bu. O'g'iryanchoqchilik deymiz, fohishchilik deymiz, heroin chekadigan deymiz, yoki nash chekadigan, burun nosval chekadigan, masalan hamma jamiyatda o'xshamagan nimadagi odamlar bor. G'arbdimi ota bola tarbiyasi masalan nihoyatda yaxshi tarbiyalaydiganlar bor. Masalan, ammo bo'libmi bak shu yaqinqi 200 yilda g'arbniki shu rasmiy nima qilish ichib o'tish, ya'ni islohot nimasidan keyingi 200 yilga qaraydigan bo'lsak, bular an'anaviy biz bilan o'xshaydigan an'anaviy tarbiyani albatta Yevropalardami, Amerikadami 200 yildan burun shu sanoatlashish nimasidan burun ashlam o'xshash nimada. Ammo shu islohot ilib borgandan keyin an'anaviy tarbiyada g'arb burun o'zgarish qilib ota bola insonlar orasidagi munosabatni yuqori tuvanlik bosh bo'ysundirish holatdan barobarlik o'rnidagi nimaga o'zgartdi. Maktablarda masalanga hargiz bu yerda o'qituvchiga hurmat qilmaydi degan gap emas. Hurmat qiladi, ammo hurmatninki shakli biz bilan farqli hamda masalan o'qituvchilardan har qanday savolni so'rash nimasi bor. O'qituvchilarni masalanga savol so'rab javob berolmay qiyin ahvol qistirib qo'ysangiz, o'qituvchi uningdan o'chmanlik olmaydi sizdan. Aksincha o'chmanlik nima qilmay, masalan bu savolingga men hozir javob berolmayman deb uningga izlanib javob berdi. Bu bo'ysundirish asası qurilgan tarbiya emas, balki barobarlik asosida qurilgan tarbiya. Bu yerda hurmatsizlik emas. Ammo afsus bizningki an'anaviy tarbiyamiz, ya'ni albatta g'arbliklarmi burun shunday tarbiya bilan bo'lgan, hamda ular bizning oldimizda islohot qildi. Ularning tarbiyasida bo'ysundirish, ya'ni men seningdan cho'ng masalanga bolamizniki nimasi har qancha ilg'or fikr bo'lsa-mu, agar bizning kallamizdan o'tmasa, biz qabul qilmasak, keyin bolamizni bunda nima qilishniki o'rniga nima deymiz? Convince deganda nima deydik? Qoyil Bolamizni qilish. qoyil qilishning o'rniga biz o'zimizning dadiliq, analiq kuchimizni ishlatib bostirmiz. Men sening dadang, men sening onang
depço hiç qandaq qoyil qilolmasak ashuna bostirmiz. Anandan keyin jamiyatdimi masalan idoralarda bo'lsa yoki jamiyatda bo'lsa sen degan yosh degan men degan sen kelgan ishtondan nechini ortiq kelgan deb o'zininki beshidan nurg'un ishlar o'tganligini dastak qilib turib nimaninki o'zi qabul qilolmagan farqli fikrni bostirdi. Shunlashqa nimishqa mayli islom dunyosida bo'lsin 15. asrning burun shundoq dunyoda yangiliklarni ko'p yaratgan islom nimada bo'lsin yoki bizning an'anaviyni bo'lsin yoki xitoy hozirgi sharq nimasi bo'lsin nimishqa yangilik ijod qilish oz degan vaqtida shu farqli fikrlarni o'zimizning yishiga jamiyatga o'rni qilib bostirib cheklab kelganlik uchun bizda yangilik yo'q. Chunki yangi ideya degan gap bizdek odamlar o'ylab boqmagan, ya'ni bizning aqlimizga kelmagan narsalar, uni biz oson qabul qilolmaymiz. Qabul qilolmaganligimiz uchun shu masala kelib chiqqan. Endi buni o'zimizning gapiga qaytib kelsak, bizning odamlarimiz albatta 5-6 yosh 7-8 yosh vaqtida kelganlar ularda cho'ng masala yo'q. Nimaninki yangiliklarni tez qabul qilib ketalaydi. Ammo 30-40 yoshdan keyin kelganlar butun 30-40 yillik hayotini muhit ichida nima bo'lganligi uchun miyaga chiqib qafasdan chiqqan kaptaga o'xshash erkinlikning nima ekanligini haqiqiy ma'nosini bilmagandan keyin mushu erkinlik o'xshaydi deb og'ziga kelgan qalaymaqon so'zlaydigan ahvol insonlarga hujum qiladiganning hammasini erkinlik deb bo'lib g'arbda fuqarolarniki o'z davlatining boshliqlarini xohlagan tilga oladiganligini biz uni fuqarolarga ishlatyapmiz-ku. Endi siz bilasiz bu g'arbda u davlatlarning boshlig'i shu xalqiga men ishlayman deb xalq to'lagan bojlarni maosh qilib shuning bilan yashagan odam bo'lgandan keyin ular hamda insonlarningki shu tanqidini nimasini hammasini anglash majburiyati bor. Chunki bir davlatning raisi vazifaga chiqishdan burun shu va'da berib men sizlar uchun xizmat qilaman deb chiqadi. Uning maoshi bütün chiqimlari hammasi xalqning topshirgan bojdan bo'ladi. Ammo biz hech kimga o'tkazib qo'yganimiz yo'q. Shunda to'g'riliqmi? Xuddi voy chet el g'arbda degan demokratiya shunday bo'ladi deb shu nimamizga yoqmagan, ko'nglimizga yoqmagan odamlarni pullashning hammasini biz bir nima deb tushunib oldikda erkinlik debchi biz cho'ng'igan muhitda butunlay aksincha bo'lganlik uchun erkinlik bo'lmaganlik uchun biz qutubdan qutubga chiqib qilishimizning sababi shu bizning an'anaviy tarbiyamiz. Bular diktatorlik tuzumdagi tarbiya insonlarning tafakkuri, erkin fikr qilishining hammasini bo'g'ib o'tganlik uchun erkin dunyoga chiqqandan keyin uni qandoq shuni qandoq joriy qildirish, qandoq ishlatishni bilmaslikdan bo'lyotidi deb qarayman. Yani şu gibi yığınca qilsak, şu bizdeki terbiye iştahat bilan kontrol asası To'g'ri. boshqa onun üstüdeki bir narsa yo'q deb Hmm. o'ylayman. Unda bo'lsa, 5 minut vaqtimiz qolib qapti. Shu sizning yozuvlaringizmi yoki shu hozirgi tahlilleringizmi? Shu inson ro'yotidagi qarim-qarshi qutblarniki tempomiki buzilgan vaqtida psixikalik binoga kelib chiqadi degan shuni yakun kelgan bo'ldik. Shu tempomikqa qaytib kelish uchun nimalarni qilsak bo'ldi sizcha? Ya albatta, hamda bu tangpongliqqa qaytib kelish uchun nimalarni qilish uchun oldi bilan shu tangpongliqning buzilganligini farq etish kerak. Bizdagi eng chong masala shuni farq etmaslik. Men abiyatan degandagidek, masalan jismoniy kasalda putimiz so'nib ketsa, qo'sqimiz og'risa, boshimiz og'risa, u signallar aniq bo'lganlik uchun biz buni damalliq bilimiz, doktorga berib ko'rnimiz. Ammo bu tamponliq buzilgan demek aşı adamninki nimening to'g'ri, nimening xato ekanligini, uning tafakkurninki nimening sog'lom bu hammasidan mas'ul chiqqanligini ifodasichu. Agar bir odam o'zining kayfiyatida buzilayotganligini, o'zining ro'y psixikasiniki normal emasligini bayqagan bo'lsa, u odam yana normal degan gapchu. Agar normallik binormal bo'lgan vaqtida u odam farq etolmaydi. Anadan keyin birisilar deppagan vaqtidami
oson qabul qilinmaydi. Hatto oiladagilar shuni farq etib, masalan, psixika doktoriga ko'rinishga tavsiya qilgan vaqtida o'zaro urushib, ajrashib ketgan ayollar bor. Shunlashqa bu yerda biz ularning qandoq qaytib kelishidan so'zlashdan burun musha har xil tarbiyalash, tashviqotlar orqali insonlarningki o'zininki ro'yi holatida buzilgan vaqtida qandoq bo'ladiganligini tonib yetkazish. Bu nihoyatda muhim. Masalan, mayli Turkiyada bo'lsin, Yevropa yoki Amerikada bo'lsin, hozir insonlarningki psixika doktoriga ko'rinish nimasi nihoyatda normal. O bir xijil oldigan, nomus qildigan ish emas. Ammo bizda yana psixika doktoriga ko'rinishni bir xil nomusliq deb bilamiz. Bu qarashni o'zgartmay turib, sizning so'ragan savolingizga maqsad ketish nihoyatda tez. Endi misolanga deyli, bu hargiz xijil bo'ldigan ish emas. Anadaki eng muhimi misolanga bizning o'zimizningki ko'ngan odatimizda mushu jismoniy kasal bilan kasalga ko'rinadigan ishdimi? Masalan, Amerikada doktorga ko'ringan odamlarning 80% kasal yo'q. Regular check-up deb, ya'ni faqatla yilda bir qitim ko'rinadigan kontrol. qarorlik kontrol. Shuning uchun ko'rdi. Ammo bizning nimamizda, ideyarimizda kasal olmasak doktorga berish psixika nimasida emas, jismoniy kasaldimi u darajaga yetmadik-da. Bizning qarshimizda kasal olmasa men nima qilmay doktorga ko'rinab deydi-chi. Doktorga ko'ringan odam cho'qim kasal bizning nazarimizda. Bu texi insonlarning tafakkuriga ta'sir ko'rsatmaydigan jismoniy kasallik gapini qilyapman. Endi bu ro'y nimada binormallikda, binormallik holatga yetdi degan vaqtida u odamning o'zining binormallikni farq etolmaydi degan vaqtda-chi. Agar masalan, dastlabda o'zining kayfiyatida biroz buzilish bo'lib, nim qilgan vaqtida o'sha odam farq etib, masalan, psixika doktori ko'rindi degan gap, u odam o binormallik darajasiga bormi degan gap. Binormallik darajasiga borgan vaqtida xuddi aroq ichib, masob qilib, masob qilgan odam men masa emas deganga o'xshash, lakinsa shu nim qilmaydi. Buningda hamda ikki taraf narsalar bor. Birisi mushu psixika doktoriga ko'rinish yoki psixikadagi binormallikdan numus qiladiganchi ahvol. Bu bizda biroz ig'ir. Yoki bo'lmasa menda musulmonlar ro'y kasal bo'lmaydi debla ashda qarash bu ig'ir hamda. Anadikin yana bir tarafdan rasmiy chatoq chiqqan vaqtida u tarafda ham yolg'iz Uyg'urlar emas, har qanday odamda ro'y jihatdan rasmiy chatoq chiqqan vaqtida o'zininki nimasini farq etolmaydi-chi. U vaqtida hamda ota-onalarning, uydagilarningki tavsiyasi bilan ba'zilari bordiganlari bor. Ammo ko'pincha g'arbda ko'pincha odamlar psixika doktori ko'ringanlar texi rasmiy chatoq chiqmay, chatoq chiqishga yuzlangan vaqti yoki bo'lmasa maktablarda o'qituvchilar o'quvchilarga yoki xizmat o'rinlarida nihoyatda chiroyli tavsiya qilib, sen yaxshisi psixika doktoriga ko'rinib baq degandan keyin anandan keyin ko'rinadigan nima. Biz texi u darajaga bormadik, ammo u darajaga berib rasmiy psixika doktoriga ko'rinmasa bo'lmaydigan ahvolga yetganlar o'zininki u nimasiga binormalligini hargiz e'tirof qilmaydi-chi, masala shu nimada. Shunlashqa bu yerda endi javobga kelsak, siz degan savolingiz eng muhimi biz birinchidan psixika doktoriga ko'rinishni bir numus deb bilmasligimiz kerak. Faqat biz uni hayotimizningki sifatini yuqori ko'tarishninki biri nimasi? Masalan, biz